Agar qalbing o'likdek tuyulsa, bil, seni tiriltiradigan zot bor. Asmaul husna al-muhiy psixologik sharh. Alloh taoloning al-muhiy sifati ma'nosi tiriltiruvchi, barcha jonzotlarni qayta tiriltiruvchi ma'nosini bildiradi. Aynan bu sifat muntazam zikr qilish inson psixologiyasiga juda ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, psixologiyada insonning ruhiy holatini, ya'ni inson ruhan charchagan holatda al-muhiyni zikr qilsa, undagi umidsizliklar, stresslar, depressiyalar o'z-o'zidan yo'qoladi. Al-muhit sifatini muntazam zikr qilish hech bir ruhiy holat abadiy emas degan tushunchani inson ongiga singdiradi. Insondagi umid mexanizmlarini qayta shakllantirishga yordam beradi. Insondagi ichki resurslarni uyg'otish, ya'ni singan irodani mustahkamlash, qayta tiklash, men sindim degan kognitiv fikrlarni yo'qotishga yordam beradi. Insondagi ruhiy xotirjamlikni oshiradi, muammolar abadiy emas degan tushunchani shakllantiradi. Allohning al-muhiy sifatini kuniga 100 bora zikr qilish tavsiya qilinadi.